Jamoatchilik nazorati vakillari xulosasiga ko'ra, Andijon viloyatining Shahrixon tumanidagi Bobochek mahalla fuqarolar yig'inida bir dona suv quduqini qurish ishlari oxiriga yetkazilmay qolib ketgan. Vaziyat aslida qanday? O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati mas'ul xodimlari va Andijon suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati vakillari birgalikda manzilda bo'lishib, o'rganish ishlarini olib bordilar. Bobochek mahalla fuqarolar hududida 762 ta xonadon bo'lib, bunda 1350 ta oila istiqomat qiladi. 4,5 mingdan ortiq aholimiz bor. Shundan hozirgi kunda mana shu 2019-yilda ish boshlanib, Bobochek mahalla fuqarolik yig'ini Tojik Arab mahallasidagi suv qudug'imiz quruvchi tomonidan oxiriga yetkazilgan tashlab ketilgan. Hozirgi kunda mana shu bo'yicha ish boshlandik. Ish boshlab, hozirgi kunda yangi quruvchi tomonidan bashnilar olib kelib o'rnatildi. Nasoslar olib kelindi. Xudo xolasa bir haftadan ichida ishga tushirib, aholimizni ichimlik suv bilan ta'minlaymiz. Asosiy mana bashna keldi, nasos keldi, transformator keldi. Hozir jarayon ketyapti ekanda, qachon bitadi? Uzog'i bilan bir haftalar ichida suvni berib olamiz. O'sha mahallaga shunda qancha xonadon suv bilan ta'minlanadi? 258 ta xonadon, 1700 tadan oshiq aholi soni ichimlik suv bilan ta'minlanadi. Ushbu obyektda qurilish montaj ishlari 2019-yilda mahalliy byudjet hisobidan amalga oshirilishi belgilangan bo'lib, pudratchi uzun ko'cha ta'mir xizmati mas'uliyat cheklangan jamiyati tomonidan yo'l qo'yilgan kamchiliklar yuzasidan qonuniy chora ko'rilgan. Bugungi kunda pudratchidan mazkur obyekt bo'yicha 105 million so'm qaytarib olindi va hozirgi kunda qurilish montaj ishlari davom ettirilmoqda. Tez kunlarda qurilish montaj ishlari yakuniga yetkaziladi va aholiga toza ichimlik suvi ta'minoti yo'lga qo'yiladi.